Assalomu alaykum hammaga. Ra'no Yarashevani gaplari hammaga bunchalik ta'sir qiladi deb o'ylamagan edim. Men o'tkarib yuboraman bitta relis, bitta ko'rdim, to'g'ri gapiribdilar deb o'tkarib yubordim. Lekin yoshlarga nima buncha yomon ta'sir qildi bu? Ha, xizmat qilish deganga sizlar qullik deb o'ylaysizlarmi? Sizlarni o'yim bor deb o'ylaysizlarmi, qizlarim? Uylaringizda o'sha yoqqa yaratasizlar, erlaringizda uyga yaratasizlar uylaringizda. Masalan, qaranglar-da, o'zlaringizda uylaringizga, ota-onalaringizga kelgan kelin xizmatini qilmasdan indamay chiqib ketsa, masalan, indamay qilmayman ishingizni desa, kimga qanday ta'sir qiladi sizlar ota-onalaringizga shu gapni aytsa? O'zlaringiz o'ylanglar-da, keyin kuyovni ota-onasini o'ylanglar. Shuni qanday qilib bu gaplarni bunchalik daraja chuqurlashtirib yubordinglar? O'zbek qizlari shunday bo'lgani uchun uyaldim, to'g'risini aytay. Belidan kuchi, oyog'idan kuchi ketgan qaynona qaynotani ishini qilib duosini olsanglar yaxshi emasmi shu? Uyi yo'qmi shu kelinlarni bir nimalar shunday kommentariyalarni o'qisanglar juda achinarli.